Yer yuzidagi 7 milliard odamdan 6 milliardida smartfon mavjud. Bu hayratlanarli. Chunki atigi 4,5 milliard odamda ishlaydigan hojatxona bor. Shunday ekan, bu gadjetlar tanamiz va miyamizni qanday o'zgartiryapti? Smartfonga qaraganingizda bo'yningizga go'yo 8 yoshli bola chiqib olgandek bosim tushadi. Bu esa jiddiy, chunki odamlar kuniga o'rtacha 4,7 soat vaqtini smartfonlarda o'tkazadi. Bunga kompyuter qarshisida o'tiradigan vaqt ham qo'shilsa, uzoqni yaxshi ko'ra olmaslik, ya'ni miopiya tobora kengayib bormoqda. 70-yillarda dunyo aholisining 1/4 qismida miopiya mavjud bo'lgan bo'lsa, bugun bu ko'rsatkich deyarli 2 baravarga oshgan. Ba'zi Osiyo mamlakatlarida esa 80-90% aholi uzoqni yaxshi ko'ra olmaydi. Smartfonni chetga qo'yish esa oson emas. Masalan, Candy Crush o'yinini olaylik. Har safar kichik maqsadga erishganingizda miyangiz ozgina dopamin ajratadi. Bu sizga yoqimli his beradi. Yangi bosqichlar ochilganda esa yana dopamin ajraladi. Bu mukofot halqasini yaratadi. Nikotin yoki kokain kabi moddalarda ham aynan shu mexanizm ishlaydi. Miyamiz yangilikni izlashga o'rgatilgan. Shuning uchun ilovalar doim yangi kontent bilan sizni ushlab turadi. Natijada 18-29 yosh orasidagi yoshlarning 93% telefonni zerikmaslik uchun ishlatadi. Kitob o'qish yoki atrofdagilar bilan gaplashish o'rniga. Shu sababli yangi atama paydo bo'lgan: nomofobiya, ya'ni telefonsiz qolishdan qo'rquv. Telefonlar miyamiz faoliyatini ham o'zgartiradi. Masalan, alfa to'lqinlar xotirjam hushyorlik holatini, gamma to'lqinlari esa diqqatli holatni bildiradi. Tajribalarga ko'ra, telefon qo'ng'iroq vaqtida alfa to'lqinlari kuchayadi, ya'ni telefon signallari miyangiz faoliyatini bevosita o'zgartirishi mumkin. Smartfonlar uyquni ham buzadi. Ularning ekranidan chiqadigan ko'k yorug'lik bizning biologik soatimizni, ya'ni sirkadiya ritmlarini o'zgartiradi. Natijada chuqur uyqu kamayadi. Bu esa diabet, saraton va semizlik xavfini oshiradi. Smartfondan kechqurun foydalangan insonlar uyquga ketishda qiynaladi va ularda melatonin gormoni kamroq ishlab chiqariladi. Garvard tibbiyot maktabi olimlari uxlashdan 2-3 soat oldin texnologiyalardan butunlay uzoqlashishni tavsiya qiladi. Yotishdan avval esa smartfon o'rniga kitob o'qish ma'qul. Shubhasiz, telefonlar ham ko'p jihatdan foydali. Masalan, kam ta'minlangan aholining ko'pchiligi uchun internetga yagona kirish yo'li aynan smartfonlar. 2014-yilgi tadqiqotga ko'ra, telefon egalari uni onlayn banking, tibbiy ma'lumot qidirish va ish topish uchun ishlatadi. Demak, smartfonlar butunlay yomon emas, ammo ular bizni o'zgartirayotgani aniq.